Yangi chiqqan Chang'an Neo Q05 haqiqatan ham BYD Yuanapdan yaxshiroqmi? Yoki bu shunchaki marketing hiylasimi? Bu videoda aynan mana shu savolga birgalikda javob topamiz. Bir tomonda Chang'an Neo Q05 o'zining zamonaviy texnologiyalari bilan hayratlantirilayotgan model. Ikkinchi tomonda bo'lsa BYD Yuanap, dunyodagi eng ko'p sotiladigan elektromobil brendi bo'lmish BYDning eng ishonchli va sinalgan modeli. Nega men aynan shu ikki modelni video uchun tanladim? Chunki ular narxda deyarli bir xil, lekin texnikasi, haydalish uslubi va hatto kimga mo'ljallanganligi jihatidan butunlay boshqa dunyo hisoblanadi. Bugun men sizga mana shu ikkita mashinani bir necha jihatlarini solishtirib ko'rib, qaysi biri yaxshi ekanligini aytib o'taman. Misol uchun, dizayn, salon, batareyka hajmi va albatta hammani qiziqtiradigan narxlarini solishtirib ko'ramiz va eng zo'r tomoni, agar siz videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, mana shu ikkita toychoqdan bittasi aynan sizniki bo'lishi mumkin va buning shartlarini videoni oxirida tushuntirib o'taman. Tayyormisiz? Boshladik. Eslatib o'tamiz, ikkala modelning ham o'ziga yarasha har xil turdagi versiyalari bor va biz taqqoslash adolatli bo'lishligi uchun ularni narx jihatidan bir-biriga eng yaqin bo'lgan versiyalarini tanladik. Misol uchun, Chang'an Neo Q05 405 Max hozirgi narxi taxminan 265 million so'm, ya'ni qariyb 22 ming dollar va BYD Yuanap 401 Superior Max hozirgi narxi taxminan 266 million 700 ming so'm, ya'ni qariyb 22 ming 200 dollar. Ya'ni bugungi taqqoslash adolatli, teng sharoitdagi taqqoslash bo'ladi. Chunki narx jihatdan bir-biriga eng yaqinlarini oldik. Arzoni bilan qimmatini, qimmati bilan arzonini emas. Demak, tayyor bo'lsangiz, biz taqqoslashni boshlaymiz. Taqqoslashni bo'lsa, tashqi ko'rinish va o'lchamlardan boshlaymiz. Chunki aynan mana shu joyi juda ham ko'p narsalarni hal qilib qo'yadi. Chang'an Neo Q05 ning uzunligi 4435 mm, g'ildiraklaridagi orasidagi masofa bo'lsa 2735 mm ni tashkil qiladi. BYD Yuanapda esa 4310 mm lik uzunlik va 2620 mm lik g'ildiraklar orasidagi masofa. Ana endi tashqi ko'rinishini solishtirib ko'ramiz. Chang'andan boshlaydigan bo'lsak, eng birinchi o'rinda meni e'tiborimga tortgan narsa bu xuddi lini farasiga o'xshagan faralar bo'ldi. Asosan bular gabarit fara hisoblanadi va o'zini asosiy farasi bu yoqda pastda bo'ladi va yana bitta meni e'tiborimga tortgan narsa bu yoqda motorni sovutib beradigan joyi bo'ldi va buni shunaqangi zo'r qilib ishlab qo'yishgan. Bu shunchaki chiroy uchun ochilib yopiladigan bo'lmagan. Bu motor sovigandan keyin o'zi avtomatik yopiladi. Undan tashqari siz shaharda bosib surib ketayotgan paytingizda aerodinamika zo'r ishlashligi uchun o'zi avtomatik yopiladi. Ana endi g'ildiraklarga ham yetib keldik. Bu yoqda 225 ga 60R O7, xolos mezajda o'tirmayman. O'zimizni til bilan aytganda O7 lik balon ekan. Lekin menga buni baloni ham, diskasi ham yoqdi. Nimaga deganda, Yuanapnikidan ancha katta, ko'rinishi ham chiroyliroq. Hozir ikkitasi chiqdi, solishtirib ko'ring o'zingiz ham. Menga lekin bu ko'proq yoqdi. Nima deysiz? Ana endi Yuanapni tashqi ko'rinish haqida gapiramiz. Birinchi bo'lib faralaridan boshlaymiz. Faralari o'sha hammaga mashhur bo'lgan Dragon Face faralari bu yerda turibdi. Menga juda ham yoqdi. Ko'rinishi o'zini jiddiyligi bilan ajralib turadi. G'ildiraklarga keladigan bo'lsak, bu yerda 215 ga 65R 16 o'zimizni til bilan aytadigan bo'lsak, mezajda o'tirmayman aka. O'sha 16 lik balon turibdi bu yerda. Diskasiga keladigan bo'lsak, bu yerda klassika, minimalizm yaxshi ko'radiganlar uchun juda ham zo'r tanlov, lekin menga baribir ko'proq Chang'anniki yoqdi. Sizga qaysi biri yoqdi? Izohda yozib keting. Qaysidir birini kamsitayotganim yo'q. Shunchaki o'zimning shaxsiy fikrim, menga ko'proq u yoqdi. Ana endi hamma uchun muhim bo'lgan joylardan bittasi bagaj qismiga yetib keldik. Chang'andan boshlaymiz. Eng zo'r tomoni elektr, o'zi ochiladi, o'zi yopiladi. Bitta tugmani bossangiz bo'ldi. Bagaj qismi men o'ylaganimdan ko'proq kengroq ekan. Bu yoqda sidinlarni yotqizsangiz, u yoqga yana ham kengroq bo'ladi. Menga eng yoqqan taraflardan bittasi mana bu joy bo'ldi. Bu yoqda yana bitta xonali uy bor o'rtoqlar. Mana qarang. Keyin ham haydab o'rgan payti mana shu tashasangiz ham. Va buni yana zo'r tomoni bor ekan. Genesisga o'xshab, mana bu pulti bor. Mana shu pulti ham neobishni. Mana shu pultini o'zida oldiga, orqaga yurg'izsa bo'lar ekan, mashinaning ichiga o'tirmasdan. Ana endi Yuanapni bagajiga yetib keldik. Endi bu kishi sal nozlanar ekan. Bularni bosishing bilan ochib olmas ekan. Sal ko'tarishib olamiz va endi o'zi ochar ekan mana. Xo'p. Bagajga keladigan bo'lsak, umumiy olganda ancha katta, lekin bu yog'ini ko'taradigan bo'lsak, tagida joy yo'q ekan. O'zini qanaqadir instrumentlari turibdi. Ana endi yopadigan bo'lsak, tugmasi yo'q. O'zini shundoq pastga tortamiz, o'zimizni qishloqchasiga qo'yib yuboramiz, yopiladi. E'tibor qilgan bo'lsangiz, Chang'anda ham, Yuanapda ham eshikning ruchkalari eshikni o'ziga yopishtirib
qilingan, dizayni xuddi shunaqa qilingan. Nimaga bu yerga chiqarilmagan deydigan bo'lsangiz, aerodinamika yaxshi ishlashligi uchun aynan mana shu yerda yopishtirib qo'yilgan. Bunga alohida respekt. Xo'p, endi ranglarga keladigan bo'lsak, ikkala mashinamizda ham o'sha eng mashhur bo'lgan oq, qora seri ranglari va undan tashqari yoshlar bob bo'lgan fistashka ranglari ham bor va boshqa ranglarini ekranlarda ko'rib olsanglar bo'ladi. Xo'p, endi tashqi ko'rinish bo'yicha shaxsiy fikrimni aytadigan bo'lsam, ikkalasi ham yangi dizayn, ikkalasi ham 2026-yil dizayni bo'yicha ishlangan. O'zimning fikrim bo'ladigan bo'lsa, men tashqi ko'rinish jihatidan ko'proq BYDga yon bosaman. Hali boshqa jihatlarni ham solishtirib, unda ham qaysi bir yutib chiqqanini men uchun aytib beraman. Ketdik. Qalasizlar? Xullas, endi salon qismiga keldik. Eng birinchi bo'lib sidinadan boshlaymiz. Sidinada polni, elektronli kontrol. Xohlasangiz oldinga surasiz, xohlasangiz orqaga surasiz va undan tashqari bel qismini o'zingizga moslashtirsangiz bo'lar ekan. Вообще zo'r qilib qo'yishibdi. Masalan, bo'lishi mumkin, kimdir beli og'riyotgan bo'lishi mumkin, kimgadir xullas bel qismi yoqmaydigan bo'lsa, uni qilsa bo'lar ekan. Va eng zo'r tarafi buni massaji ham bor ekan. Uni hozir sal turib ko'rsataman. Endi eshik qismiga keladigan bo'lsak, bu yerda akustika juda ham zo'r qilingan ekan. Pastda bitta kolonka, bu yerda kichkina yana bitta kolonka. Ko'jalari ham napi koja, mana bu joylari ham qo'lingizga juda ham qulay ushlanadi. Shu oynalari to'rt tarafi ham elektronli. Keling endi yana bitta asosiy joyini ko'rsataman. Bu yerda bizga eng kerakli bo'ladigan asosiy elementlarni ko'rsatib turadigan kichkina monitorchamiz. Tezligini ko'rsatadi, havo haroratini ko'rsatadi, farlar yonishi, kamar taqqanmisiz, taqmaganmisiz, xullas soati, eshik ochildi, ochilmadi. Buni hammasini biladigan narsalarimizni ko'rsatib turadi va ana endi multirul haqida gapiramiz. Mana bu yerda bitta tugma bor. Uni bosamiz. Hozir standart turibdi. Bitta bossak komfortga o'tdi, yana bitta bossak sportga o'tdi. Endi asosiy katta monitorga keladigan bo'lsak, bu yerda ham juda ham ko'p funksiyalari bor. Asosiylarini sizga sanab beraman. Bu yerda birinchi o'rinda konditsionerni boshqarsangiz bo'ladi. Mana bu yerda tezlikda qo'yasiz. Mana eng tezda qo'ydik. Ovozini eshityapsizlarmi? Shartmas ekan bizga hozircha. Chunki kecha suratga olyapmiz, o'shaning uchun buni sal pasaytirib qo'yamiz. Ana endi menga eng yoqqan tomonini ko'rsataman sizlarga. Bu yerda sidinalarni boshqarsangiz bo'ladi. Ya'ni sovutish, isitish sistemasi bor bu yerda. 4 ta tomonidan ham hozir menga isitish вообще kerak emas. O'shaning uchun buni o'chirib qo'yamiz va eng zo'r tomoni bunda massaj bor, o'rtoqlar. Massaj bor. Tushunyapsizmi? Mana hozir bu meni massaj qilyapti. Yoqib qo'yganman. Boyadan beri massaj qilyapti. O'shaning uchun mazza qilib syomkalarni ham o'tkazyapmiz. Fayzulla bir 5 minutdan keyin kelsangiz, men sekin massaj qilib olaman. Xohlasangiz, mana 8 qavatli massaj bo'ladi. Ya'ni 8 tarafdan sizni massaj qiladi, zo'r qilib. Buni sekin o'chirib qo'yamiz mana. O'chirasiz, yoqasiz. O'chirasiz, yoqasiz. Xo'p, o'zini kruz kontrollari bor. Bu yerda ovozlarini aniq qilsangiz bo'ladi va undan tashqari eng zo'r tomoni siz mashinani ovozingiz bilan boshqarsangiz bo'ladi. Mashinadan bitta buyruq berasiz, oynalarni ko'taradi. Bitta buyruq berasiz, tushiradi. Konditsioner yoqib beradi. Xullas shokolad. Xo'p, bizda Apple CarPlay bor. Xohlasangiz Apple CarPlayni ulasangiz bo'ladi, xohlasangiz Huawei, xohlasangiz Oppo, xohlasangiz Vivo. Xullas bemalol besprovodnoy telefoningizni ulab, xohlagan narsangizni eshitib ketsangiz bo'ladi. Undan tashqari panoramniy tomni endi nimadirlarni bosib o'tirmasdan ekranni o'zida ochsangiz bo'ladi. Lekin yana bitta zo'r tomoni, xohlasangiz uni yarmigacha ochib qo'ysangiz bo'ladi. Mana biz 45% qilib qo'ydik. Sekin o'zi ochiladi. Ana endi bar qismiga o'tamiz. Barda hamma uchun kerak bo'ladigan o'sha zaryadnik. Bu yerda ham simsiz zaryadlash joyi bor. Telefoningizni shunda qo'yasiz. Mana zaryadlash tizimi ishga tushdi. Xo'p, endi bizni iqlimimizda telefoningiz yonib ketmasligi uchun zaryadda turgan paytida bu yerda sovutish tizimlari ham o'ylab qo'yilgan. Bu yerga bo'lsa pultni qo'yib qo'yasiz. Ana endi bar qismida o'zingiz bilan nimadir olgan bo'lsangiz, 2 kishiga ham qo'yib qo'yishga joyimiz bor va yana bitta e'tibor beradigan tarafi, ko'p mashinalarda bu narsa yo'q. Qo'yib qo'yasiz, yurgan paytingizda suvingiz likillab turadi, to'g'rimi? O'shanaqa bo'lmasligi uchun mana bu yerda qisib turadigan narsalarni ham qo'yib qo'yishdi, baraka topishsin. Men buni o'zi xolodilnik deb o'yladim, chunki ichi muzdek turibdi, lekin xolodilnik emas ekan. Lekin suv nimalarni olib solib qo'ygan paytingizda issiq havoda erib chirib ketib qolmaydi. O'zini haroratini saqlab turadi bemalol. Ana endi yana bitta e'tibor beradigan tarafimiz bu airbaglar. Passajir tarafda
3 ta joyda airbag ko'rdim. Bu yog'ida, bu yog'ida va bu yog'ida. Ko'p joylarda mana bu joyi bo'lmaydi. Bilasizmi? Ikki tarafdan bo'ladi faqat. Bu yerda uchinchi tarafdan ham airbag bor ekan. Kechasi mashinangizni nimadir qidirib qoldingiz, topa olmayapsiz. Qorong'i, sizga yorug'lik kerak. Mana. Bitta silab berasiz, yorug'lik tayyor. Yana bitta silab berasiz, o'chadi. Ana endi yo'lda kimnidir siqib qo'ydingiz, undan kechirim so'ramoqchisiz. Uzr aka, endi uzr demoqchisiz. Bizga nima kerak bo'ladi? Avarinka kerak bo'ladi. Avarinka ham tepada. Bosasiz, uzr brat deysiz, bo'ldi, ishingiz bitdi. Avarinkaning yonida SOS belgisi ham bor ekan. Bilasizlar, SOS bu butun dunyoda yordamga chaqirish hisoblanadi. Ya'ni 102 ga to'g'ridan-to'g'ri ulanadi. Eshitishim bo'yicha bizda ham bu narsa ishga tushgan. Buni hozir bosadigan bo'lsak, shu 102 dagi bratlarimizni ovora qilib qo'yamiz. Xo'p, orqadagi kengligi ham juda ham ajoyib. Mana turibman, tizzamdan keyin ancha joy bor. Ya'ni oldida ham bemalol bitta odam o'tirib keta oladi, qisilmasdan, orqada ham qisilmasdan bemalol o'tirib keta oladi va undan tashqari agar meni bo'yim o'zi 180, 180 ga bu normalniy. Agar undan ham uzun, ya'ni 2 metrli odamlar ham bor bizda, o'shaqa odamlar bo'ladigan bo'lsa, ularga ham zo'r qulaylik qilib qo'yilgan. Bu yerda mana sidina tekis bo'lib turibdi. Bu yerda ipini bitta tortamiz. Mana, yana ancha joy ochildi bizda. Uzoq yo'lga ketadigan bo'lsangiz, bemalol massani berib ketaverasiz mana shunaqa. Bu yerda zaryadnik bor, konditsioner bor eng muhimi va menga eng yoqqan tarafi pol tekis. Mana bu o'rtada o'tiradigan bechara mamnaq ketmaydi endi bundan bu yog'iga. Bemalol oyog'ini uzatib, yaxshi bir holatda ketadi. Ha azizlar, BYD yuvanapda ham bu yerda avtomatik sidinani boshqaruvi bor. Xohlasangiz oldiga, xohlasangiz orqaga, xohlasangiz sidinangizni sal teparoq, sal pastroq qilib, bu yerda ham kontrol qilsangiz bo'ladi. Lekin Yuvan appda massaj yo'q ekan. Mana bu yerda ham o'sha orqani kontrol qiladigan narsa yo'q, massaj ham yo'q. Endi eshik qismiga keladigan bo'lsak, bu yerda kojalari zo'r ishlangan va bu yerda yumshoq plastik, ya'ni taqillab qolgan, qanaqadir bir arzon plastik ishlatilmagan, zo'r oynalarni ochib yopish bu yerda avtomatik va undan tashqari bu yerda bokovoyni o'zingiz boshqarsangiz bo'ladi. Chap tomon, o'ng tomon ikkalasi ham boshqarsangiz bo'ladi va bu yerda bosasiz, bokovoy bu yerga keladi. Yana bitta bosasiz, joyiga boradi. Akustika tizimiga keladigan bo'lsak, bu yerda Changanga qaraganda sal kamroq, ya'ni bittagina kolonkani o'zi bor ekan. Yuvan appda menga eng yoqqan taraflardan bittasi bu sizni parkovka qilishingizga yordam beradigan funksiyasi bor ekan. Bu ADAS deyiladi. ADASga kirasiz va datchik parkovkani yoqib qo'yadigan bo'lsangiz, siz parkovka qilayotgan paytingiz sizga ko'rinmaydigan pastroqda joylashgan nimadirlar bormi yoki umuman parkovka maydonida qancha mashina bor, siz mashinaga qancha yaqin keldingiz, qancha joy bor, hammasini o'zi datchiklarni o'zi ko'rsatib turadi. Parkovka qilishingiz nisbatan osonroq bo'ladi. Bu menga juda ham yoqdi va undan tashqari bu yerda abagrovga kiradigan bo'lsak, faqatgina oldi ikkita sidinada isitish bor, rulda isitish bor, sovutish tizimi yo'q ekan va eng minus tarafi massaj yo'q ekan. Faqatgina mana bu yerda ikkita sidinani istasiz, rulni istasiz. Bugungi issiq havoda bu bizga вообще kerak emas, buni o'chirib qo'yamiz xullas shuning uchun. Bar qismiga keladigan bo'lsak, mana bu yerda besprovodniy zaryadlash tizimi bu yerda ham ishlayapti. Undan tashqari sovutish tizimi bor, u ham ishlayapti. Bu yerda pultni qo'yib qo'yasiz. Ana endi bu yerga suvlaringizni qo'yib qo'yadigan joyi ham zo'r qilib ishlangan va bitta minus tomonini topdim. Bu yerda suvingizni tebranib ketmasligi uchun ushlab turadigan narsasi yo'q. Bu yerda yaxshigina chuqur, ko'p narsa solib qo'ysangiz bo'ladi, lekin bu sovutmas ekan, do'stlar. Ya'ni xona haroratida saqlab beradi. Endi boya sizga aytib o'tgan joyim akustikani tepadagi qismi, bunda bu yerda joylashgan ekan. Men boya ko'rmay qoldim. Yo'q dedim-ku, bor ekan. Endi konditsionerlarga keladigan bo'lsak, ovozini ko'ryapsizlar. Zo'r, chotki. Deyarli Changam bilan bir xil ishlayapti. Mana bu yerda buni rejimlari bor ekan. Aynan mana shuni tepaga, pastga qilib rejimlarni o'zgartirsangiz bo'ladi. Bizda 4 xil rejim bor ekan. Bu sport, qorli ob-havoga moslashgan rejim, eko rejim va norma rejimi. 4 xil rejimda yurar ekan mashina. O'ziga keragini qo'yib bosaverasiz. Eng zo'r tarafi bunda qorli ob-havo uchun ham o'zini alohida rejim bor ekan. Endi airbaglarga keladigan bo'lsak, Chang'andan farqli o'raloq bu yerda ikkita ekan. Ya'ni bu yerda bitta, tepada bitta, pastda yo'q. Ana endi siz panoramli lukni ochmoqchi bo'lsangiz, bitta bossangiz,
o'zi ochilar ekan. Yo'q, chotki. Salonni orqa qismiga keladigan bo'lsak, bu yerda ham xuddi Changanga o'xshagan bemalol o'tirsangiz bo'ladi. Va yana bitta zo'r tarafi bu ham tekis ekan. Ya'ni o'rtada o'tirgan odam qiynalib o'tirmaydi. Ya'ni bemalol o'tirib ketadi va undan tashqari zaryadlash moslamalari ham bu yerda bor. Albatta konditsioner bor bu yerda, orqada ham muzdek ketadi. Buni undan farqli tarafi, Changandan farqli tarafi bu faqat sidena faqat oldiga yotar ekan. Ya'ni orqaga ketib sal kengaytirib bermas ekan. Shu tomoni bitta minus. Xo'p, ana endi salon bo'yicha o'zimni shaxsiy fikrimni aytadigan bo'lsam, tan olaman, menga ko'proq bu tomonlama Changan yoqdi. Chunki nerealniy qulayliklar, nerealniy komfort, chunki ikkalasi ham narxi bir xil, lekin Changanning qulayliklari alohida tema. Chunki massajigacha bor. Tushunyapsizmi? Massaji bor. Ular o'zingiz videoni ko'rdingiz-ku, nimalar haqida gapirib o'tganimni. Menga ko'proq Changan yoqdi. Eslatib o'taman, bundan ham full versiyasida lidari bor ekan, uyingizga ulab qo'ysangiz bo'lar ekan, aqlli uyingizga. Xullas, hozir narxi bir xil versiyasini solishtiryapmiz. Agarda sizga bundan ham yaxshi versiyalar qiziq bo'ladigan bo'lsa, izohda yozib keting. Biz ularni ham sizga obzorlarini qilib beramiz, solishtirib beramiz. Ana endi videoning eng muhim joyiga keldik. Chunki biz elektromobillarni taqqoslayapmizmi? Eng muhim joyi qaysi? To'g'ri topdingiz, batareykasi. Hozir men sizga batareykasi qanchaga chidab beradi, qanchada zaryadga to'ladi va bitta to'lganda necha masofani yurib beradi, hammasini tushuntirib, raqamlar bilan keltirib, statistikalarini o'lchab, taqqoslab qaysi bir yaxshiligini aytib beraman. Elektromobillarni bir-biridan ajratib turadigan narsa bu qanchalik tez zaryadga olishligi. Changan bo'lsa bu borada ancha ustun ekan. Chunki bu yerda 3C zaryadlash tizimi bor. Tushunishingiz uchun bu elektromobilimiz 80% zaryad olishligi uchun bor yo'g'i 15 daqiqa yetarli bo'ladi. Yuanapda bo'lsa bu 2 barobar sekinroq. Ya'ni Yuanap 80% zaryad olishligi uchun 30 daqiqa vaqt ketadi. Changanda bo'lsa 15 daqiqa. Agarda siz uyda zaryadga olmoqchi bo'lsangiz, bu yerda alohida joyi bor. Unda unaqangi tez zaryadga olmaydi, chunki uyingizga qo'yib bemalol damingizni olasiz. Ertalabgacha zaryadga to'lib turgan bo'ladi. Shunaqa. Ana endi batareyka va zaryadlash tizimlarini solishtirgan paytda menga ko'proq Changan yoqdi. Nimaga deydigan bo'lsangiz, yurish masofasi deyarli bir xil. BYD Yuanapda 400 km, Changanda bo'lsa 405 km. Bu tomonlama ham Changan men uchun yutib chiqdi. Biz ikkala mashinani ham test drive ko'rdik. Test drive'da menga eng yoqqani bu Changan bo'ldi, chunki mashina ancha yumshoq, shahar ichida o'zini yaxshi tutadi. Probkalarda turgan paytingizda, manevr qilgan paytingizda ancha yaxshi, udobniy, qulay. Va men sizga hozir test drive'dagi o'zimni shaxsiy xulosalarimni va statistikalarni sizlarga birma-bir sanab ko'rsatib beraman. Xo'p, endi brendlarni o'ziga qaytadigan bo'lsak, BYD ni hammamiz yaxshi bilamiz. O'zbekiston bozoriga kirib kelganiga ancha bo'lgan, xalqimizning ishonchidan o'tgan. Hozir elektromobil haydaydiganlarning juda ham ko'p qismi bizda aynan BYD ga tegishli bo'lgan elektromobillarni haydaydi. Va BYD har bitta mashinasiga 8 yillik kafolat beradi, batareykasiga bo'lsa 5 yil kafolat beradi. Ana endi aytishingiz mumkin, nima unda Changanga ishonch yo'qmi deydigan bo'lsangiz, yo'q, unaqa emas. Changan ham bugun paydo bo'lib qolgan brend emas. 2023-yildan beri O'zbekistonga kirib kelgan. O'shandan beri o'zini avtomobillarini sotish bilan shug'ullanadi va avtomobillariga bo'lsa 3 yil garantiya beradi. Ana endi umumiy xulosamni aytadigan bo'lsam, ikkala mashina ham umumiy hisobda zo'r. Ya'ni ideal mashina degan narsa o'zi yo'q. Chunki kimgadir crossover yoqadi, kimgadir sedan yoqadi, kimgadir oq yoqadi, kimgadir qora yoqadi, kimgadir elektr yoqsa, kimgadir benzin yoqadi. O'shaning uchun men o'zimning xohishlarimdan, o'zimga yoqadigan jihatlarni solishtirganimdan ayta olamanki, menga ko'proq Changan yoqdi. Chunki men komfort sevar odamman. Ya'ni tabiatdan komfortni yaxshi ko'raman, chunki tez zaryadga oladi, ichidagi qulayliklari ham BYD ga qaraganda ustunroq. Buni tan olish kerak. Lekin agar siz yo'q, men o'zimni strafovkamni, o'zimni xavfsizligimni o'ylaydigan odamman. Menga uzoq yillik brend kerak, anchadan beri ishonchga kirgan brend kerak, kafolatlarini uzoq yilga berish kerak deydigan bo'lsangiz, men sizga qo'rqmasdan BYD ni tavsiya qilaman. Lekin bu degani Changan kafolat bermaydi yoki umuman ishonchsiz brend degani emas. Buni ham ishonchi bor. Ya'ni qo'rqmasdan ikkalasini ham xarid qilsangiz bo'ladi. Lekin meni shaxsiy qarorim qaysi? Bu albatta Changan. Chunki men ko'proq komfort yaxshi ko'raman. Ana endi sizga videoni boshida aytgan gapimizga qaytamiz. Siz B-Group orqali boshlang'ich 20% to'lov qilib, orqamdagi ikkita mashinadan xohlagan bittasini nasiya savdo asosida 60 oylik muddatga bo'lib to'lashga olib ketsangiz
bo'ladi. Va undan tashqari, nafaqat bu mashinalarni o'zingiz yoqtirgan xohlagan mashinangizni rasmiy dilerlardan tanlaysiz va B Group orqali nasiya savdoga xarid qilsangiz bo'ladi. Bemalol ushbu raqamlar bilan bog'laning yoki ofisimizga tashrif buyursangiz ham bo'ladi. O'ylaymizki, agar videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, video sizga yoqdi. Agar rostdan ham yoqqan bo'lsa, videoga like bosing, fikrlaringizni yozib keting, do'stlaringizga ulashing va albatta bizga obuna bo'lishni unutmang. Va albatta kommentariyada keyingi videolarning mavzusi nima bo'lsin, albatta yozib keting va biz shunga qarab keyingi videolarni tanlaymiz. Salomat bo'ling.